Burgutga havoda hujum qilishga jur'at qila oladigan yagona qush bu qarg'a. Qarg'a burgutning orqasiga qo'nib, uning bo'ynini cho'qiydi. Shunda burgut nima qiladi bilasizmi? Burgut qarg'aga javob qaytarib, u bilan urushmaydi. U shunchaki qanotini kengroq yoyib, balandroq ko'tarilishni boshlaydi. Burgut qanchalik tepaga ko'tarilsa, qarg'aning nafas olishi qiyinlashib ketadi. Keyin esa havo yetishmasligi sabab qarg'a qulaydi va burgut balandlikda ozod qoladi. Bu hikoyadan ibrat nima? Vaqtingizni odamlardan bo'lgan qarg'alarga sarflashni bas qiling. Malomatlar, haqoratlar va hokazo. Bularning barchasi hayotimizdagi qarg'alar. Siz bularga e'tiboringizni qaratmang. Shunchaki tepaga ko'tarilavering. Burgut qarg'a bilan jang qilishga rozi bo'lishining o'zi u uchun mag'lubiyat hisoblanadi.